Do'stlar, Cobalt qidirib yurtdoshlarimizni Cobalt avtomobillarini obzori bo'ladi. Bog'ot avtosavdolarning birinchi filialida turgan общий Cobalt narxlari bo'ladi, xudo xolasa. Ko'p Cobaltlar keldi, общий bir yandan ko'rsatib beraveraman, xudo xolasa. Kelib avtokredit, barter, naqd pul asosida savdolashib xarid qilishlaringiz mumkin. Keyin sizlardan shuni sotib olgan mashinalar bo'lsa, tavsiya etamiz, olib kelishlaringizni. Akasingizda kelishsak, naqd pulga, kelishmasak sotib beramiz. Variant ko'p. 2014-yil ishlab chiqqanligi 3-pozitsiya mexanika Cobalt sotuvimizda. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Bir krelinda kraska bor, yuzini sapilgan. Metan gazlari bor. Avtomobilimiz avtosavdoda. Nima deymiz? 3-pozitsiya rol chiqib tushadi. Chikol, poli, yumshoq balon hamma joyda tayyor. Narxi 106 million so'm. 55 million bilan kredit beramiz. Bu 3 yilga chiqadi. 4 million 400 ming so'mdan boshlanib, har oy 100 ming, 200 ming pasayib, 1,5 million so'mgacha tushib qoladi ekan do'stlar. Har oy pasayib, shuni grafik asosida ishlab turibdi. Keyin 2013-yil mexanika yana bir Cobaltimiz. 107 ming yurgan kraskasi bundan krelinda bor, kraska metan gazlari bor. Narxini yozgan bo'lsak 90 million so'mdan kelishtirib beramiz. Naqd pul. Krediti 25 million bilan chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lovini oylik to'lov 3 million 700 ming so'mdan chiqadi. 3 yilga chiqadi. Bu mexanika chexol poli hamma joyda tayyor Cobaltimiz sotuvda. Xarid qilaverasizlar. Zevis Cobalt avtomat 2023-yil 8 ming yurt turibdi. Mashinamiz ideal holatda, ABS motofonlari bor. Benzinda. Puli 150 million so'm. Naqd bo'lsa kelishlanadi. 20 million bilan kredit beramiz. 5 yilga 4 million 300 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lov. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Yurtdoshlar sotuvimizda 5 yilga chiqadi. Yanda Cobaltning savdosi. Bu yerda yana bir Cobaltimiz 2022-yil 26 ming yurgan kraska toza metan gazlari bor. Avtomobilimiz avtosavdoda 143 million so'm. Tak, 16 million bilan kredit beramiz. 5 yilga 4 million 300 ming so'mdan chiqib turibdi. Pokoleniya gaz, ustunovka bu avtomat, yumshoq balonlar qo'yilgan. 5 yilga kredit chiqadi. Bu tarafimizda yana Cobalt 2023-yil 1000 km yurgan qora sveti. Kraskasi toza. Birinchi nomerli olingan. İdeal holatda mashinamiz 158 million so'm. 5 yilga kredit beramiz. 24 million bersangizlar 4 million 500 ming so'mdan chiqadi olib turib. Bu 5 yilga chiqadi. Qora svet avtomat style. Navbatdagi Cobaltimiz BAM. Avtomat 2023-yil 15 ming yurgan kraska toza metan bor. 153 million so'm. 17 million bilan kredit beramiz. 4 million 500 ming so'mdan chiqib turib olib turib. 5 yilga chiqadi do'stlar, xarid qilaverasizlar. Kredit tartibini endi qaranglar. 5 yillik turib 1 yil desangiz 1 yillik faiz bilan, 2 yil desangiz 2 yillik faiz bilan. Neda kredit desangiz to'xtatsangiz sho'rachi ishlaydi kredit. Ariandan lishni faiz to'lamaysizlar. Bu tarafimizda Cobalt 2024-yil 32 ming yurgan kraska bir krelinda boradi. 24 buchisi metallar bor. 146 million so'mga sotilib turibdi. Bu do'stlar naqd pula 146 million so'mga sotilib turibdi. Avtomat bu. Cobalt navbatdagi 2024-yil. Bu satildimi? Satildi nechaga? 165 milyon naqd. 165 million. Birinchi nomer olingan 24 qora svet avtomat style Cobalt 165 million so'm savdo bo'ldi, xudo xolasa. Naqd kredit? Naqd. Zalog berdilar. Tamam. Sotilibdi, zalog berilibdi mashinamizda. Keyin xudo xolasa sizlarga bu tarafga o'tsak, yana Zevis mexanika Cobaltimiz. Yo'q, uzr do'stlar, avtomat ekan. Avtomat Zevne cho'qa svet Cobaltimiz, yumshoq baloni bor. Chexol poliki bor. Metan gazlari bor. Cobalt style sotuvda. 2023-yil. Metallar ham bor. Narxi 146 million so'm. 12 million bilan kredit beramiz. 5 yilga 4 million 450 ming so'mdan chiqadi olib turib xarid qilaverasizlar. Darkman Blue Cobaltimiz 2023-yil 8 ming yurgan kraska toza benzinda. 152 million so'm. 25 million bilan kredit beramiz. 5 yilga 4 million 200 ming so'mdan chiqadi. Avtomat BAM. Darkman Blue. Hozircha do'stlar, Bog'ot avtosavdodagi Cobaltlar bir qator ko'rsatib chiqdim. Dalsh yana Cobalt ko'p. Bemalol, nima deymiz? Kelaverasizlar. Ikkinchi filial o'tsak, yandan ham 15-20 yaqin Cobaltimiz bor. Egelardan keladi. Sizlardan shuni sotib oladigan mashinalar bo'lsa, kelishlaringiz mumkin. Yo'tirib qo'yib bersangiz, chiroyli qilib reklama qilib sotib beramiz. Kelishsak, ustunda kelishsak, naqd pul xarid qilib olamiz. Kutamiz, kelishdan so'raymiz. Rahmat.